Hürmetli vatandaşlarım, hani Turan Efendi endike mavzuga yana bir qatam diqqat qiling. Amerika-Rossiya munosabatida zo'r o'zgarish bo'lishi mumkin. Prezident Trump Jungo eng muhim raqobatchimiz dedi. Mavzuli xabar 12 ayning 13-kuni Dovyet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Trump, Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinning qadinas do'sti Tillersonni davlat ishlar kotibligiga tanlab oldi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Amerikaning Rossiyaga qaratgan siyosiy jiddiy o'zgarish yuz berdi. O'xshashli vaqtda prezident Trump Tayvan masalasi va savdo tijorat masalasi bo'yicha Jungoning jonijon manfaatiga xiris e'lon qilib, balki ochiq oshkora holda Jungo bizning, ya'ni Amerikaning muhim dushmani deb ko'rsatdi. Bir yerda bu gapni raqobatchi deb olibdi, yana bir yerda xabarda dushmani deb olibdi. Men shundoq oldim, o'zgartmay oldim. Universal matbuotlar 12 ayning 13-kuni mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning o'tkinchi hukumat kabinetining a'zolari Prezident Trump Exxon shirkatining boshlig'i Rex Tillersonni davlat ishlar kotibligi belgiladi dedi. Amerikaning Rossiya siyosati jiddiy o'zgarish yuz berishi mumkin. Tillerson davlat ishlar kotib bo'lib belgilangan bo'lsa, Amerika matbuotlarining avval diqqat qilgani uning Rossiya bilan bo'lgan munosabatidir. Amerikaning ismli televiziyasi CNN mundaq dedi. 2011-yili Exxon shirkati bilan Rossiya neft shirkati bir kelishim imzoladi. Rossiya bilan hamkorlashib, Shimoliy qutbni ochadigan neft va gaz tabiiy boyligini ochadigan bo'ldi dedi. Shimoliy qutbning tabiiy gazini ochadigan bo'ldi. Rossiya neft shirkatining paycheki Rossiya hukumati edi. Demak, bu yerda Tillerson Rossiya hukumatining shirkati bilan birlashdi. Prezident Vladimir Putin kelishim imzolash qatnashdi. Keyin Rossiya hukumati Tillersonga do'stlik mukofoti berdi. Shuningdek keyinladi. Angliya BBC 11-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Xalqaro jamiyat Krimiyani besib olganligi uchun Rossiyaga embargo siyosati yurgizganda, ya'ni Rex Tillerson embargo yurgizishni oshkora tanqid qilgan bir amerikalik edi. Kolumbiya Universiteti Yarshari energiya manbai markazining mudiri Mudaho mundaq hisobladi. Prezident Vladimir Putin bilan do'st bo'lgan Amerika shirkat boshliqlari kam uchraydi. Agar Rex Tillerson davlat ishlar kotib bo'lib belgilangan bo'lsa, Amerikaning Rossiya siyosatida jiddiy o'zgarish yuz berdi dedi. Jungo Amerikaning eng muhim dushmani. Amerikada yangi saylangan Prezident Trump davlat axborot bosh nazoratchisi qilib tanlab olgan P. Olina 12-kuni Nyu-York shahrida Prezident Trump bilan uchrashdi. Biz deydi P. Olina ko'p vaqt ajratib Jungoning eng muhim o'zliksiz bosh ko'tarayotgan raqobatchimiz ekanligi to'g'risida so'zlashdik. Rex Tillerson mundaq dedi. Prezident Trumpning Amerikaning tashqi munosabatlarida inovatni asliga keltirishni va davlatning bexatarligini yuqori ko'tarish siyosatini qo'llayman. Tillerson ittifoqdoshlik munosabatini muhim nuqta qilib ta'kidladi. Shundaqla ittifoqdoshlarning o'rtaq manfaatini ta'kidladi. Sözge söz kelganda men mush leksiyalar qatorida sizlarga bir leksiya so'zlagandim. Turan Efendi esingizda bormi ekan? Washington pochtasi gazetining Beijingda turishliq muxbiri John Pomfret Efendining yozgan maqolasini leksiya qilib so'zlagan edim vatandoshlarım sizlarga ham Turan Efendi. Shu leksiyaning oxir qismi nima deyilgan? Ayni chog'da marhum Prezident Nixon Beijingdan ayrilgan chog'da davlat ishlar kotibi, sobiq davlat ishlar kotibi Kissinger Nixonga shundoq degan. Sen bugun Jungo bilan birlashib Rossiyani yo'qotmoqchi bo'lib o'tsan, yoki Rossiyaga taqobil turmoqchi bo'lib o'tsan. Sendan keyin sening avloding Amerikada prezident bo'lib chiqqan sening avloding vaqt kelganda Rossiya bilan birlashib Jungoni yo'qotishi mumkin.
yoki Jungoga taqobil turishi mumkin degandek mazmunda. Jungoga taqobil turishi mumkin. Sen buni qanday qaraysan deganda marhum prezident Nixon to'g'ri seni deganing to'g'ri degan edi degan mushundaq bir leksiyani men sizlarga so'zlagan edim. Turon apandi, endi diqqat qiling, rakis telleri son Amerika Exxon'un mobil nefret şirketinin müdüriyet başlığı. Bu kişi bir neçe 10 yıldan beri Rossiyada nefret gaz şirketi ve ticareti bilen şugullangan. Dünyaga dağlık ticaret şirket başkurucusu. Bugün bu kişi Amerika Qo'shma Shtatlarga devlet işler katibi qilib belgilendi. Mening yuqorida so'zlagan leksiyalarim bilan bunun qanday munosabati bor ekanligini tahlil qilib, bunun mevzini chiqishingizni umid qilaman, hurmatli Turon apandi.